An'anaga ko'ra har yili 27-mart Xalqaro teatr kuni dunyo bo'yicha teatr xalqlar o'rtasidagi hamjihatlik va tinchlikni mustahkamlash vositasi shiori ostida keng nishonlanadi. Bu g'oya ilk marotaba 1961-yilda Xalqaro teatr institutining 9-kongressida ilgari surilgan va dunyoning 100dan ortiq davlati uni qo'llab-quvvatlagan. Aslida teatr tarixi qadim zamonlarga, ilk teatr namoyishlari eramizgacha bo'lgan 2500-yilga borib taqaladi. Ilk tomoshalar Misrda qo'yilgan bo'lsa-da, qadimgi Yunoniston va Rimda shuhrat topdi. G'arbiy Yevropa davlatlarida bu san'at turi Moller kabi tili o'tkir satiriklarning komediyalari-yu Shekspir kabi daho fojianavislarning tragediyalari tufayli kishilar ongiga singdi. Yurtimizda teatr san'atining ilk kurtaklari xalq orasida qiziq yoki masxara nomi bilan tanilgan artistlar tomonidan to'y sayillarda, podsholar saroyida qo'yilgan sahnaviy ko'rinishlarga borib taqaladi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlariga kelib, O'zbekistonda teatr jadidlar uchun o'z g'oyalarini xalq ongiga tushunarli va ta'sirchan usulda yetkazish vositasiga aylandi. Bir vaqtning o'zida ko'pchilikka ta'sir qiluvchi san'atning bu turi rivojida Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Munavvar qori singari allomalarning hissasi katta. Behbudiy qalamiga mansub Padarkush dramasini sahnalashtirishi esa o'sha davrdagi eng katta hodisalardan biri bo'lgan. Bugun esa respublikamizda 40 ga yaqin professional davlat teatrlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning minglab mutaxassislar ishlaydi. Shu o'rinda Behbudiyning teatr bu ibodatxonadir degan gapini esga olish joiz. Insoniyatning ilg'or fikrli vakillari bu ibodatxonani juda qadimdanoq kashf qilishga va uning darsi asrlar osha hamon eng ta'sirli saboq bo'lib kelayotir. Shunday ekan, teatr madaniyat o'chog'i, tarbiya vositasi bo'lib xizmat qilaveradi.